Bu maska teri teshichalari kengayib ketgan, yog'li, akneli, ya'ni husnbuzardan qolgan teri teshichalariga mumkin. Assalomu alaykum sevimlilarim, aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun juda ham foydali video rolik qilamiz. Bugungi video rolikimizda yuz terimizdagi teshichalarimiz, ya'ni poralarimiz nima uchun kengayib ketyapti va bunga qanday maskalar qilganimizda bu muammoni oldini olib yechgan bo'lamiz, terimizni tekis qila olamiz. Mana shu haqida bugun video rolik qilamiz. Xo'p, asosan yuzimizdagi teri teshichalar bizga limonni po'sti, mandarin po'stiga o'xshab shunaqa ko'rinib turadi. Buni asl birinchi sababi bu nasldan naslga o'tuvchi, ya'niki qaysidir qarindoshingizda, ota-onangizda shunaqangi muammo bo'lsa, bu sizda ham bo'lishi mumkin. Bunday muammolarni bartaraf qilish mumkin. Yana shunaqa sabablardan biri terimizda teshichalar paydo bo'lishining yana bitta sababi bu yog'li yuz terlari, akne yuz terlari va terimizda yog' bezlari normadan ko'p ishlab ketganligi, gigiyena qoidalariga rioya qilmasligimiz va ko'p stressga tushib, o'sha stressdan tez chiqib keta olmasdan stressga kirganimizda bizda kollagen tolalarimiz parchalanib ketadi. Kollagen moddasi va kollagen yetishmaslik muammosida teri teshichalarimiz juda ham kundan kunga kengayib ketaveradi. Shulardan eng keng tarqalgani, mana shu sabablardan eng keng tarqalgani biz o'zimiz qo'limizdan keladigani qila oladiganimiz. Bu sabab terimizda kirlar, yog'lar to'planib qolishi. Qancha ko'p kir, yog'lar kunlik to'planib turaversa, u kengayadi. Kengaygani sari terimizda teshichalari yana ham kattalashib ketaveradi. Shuning uchun mana shunday vaziyatlarda siz albatta kuniga 2 mahal ertalab va kechqurun yuz teringizga mos bo'lgan yuz yuvish gellarida yuzingizni yuvish gigiyena qoidalariga qat'iyan rioya qilish tavsiya qilinadi. Yuz terimiz teshichalarini toraytiruvchi, yuzimizni tekis qiluvchi maska retseptini sizga beraman. Bemalol tayyorlab olasiz. Ikkitagina mahsulot ketadi. Buning uchun bizga glina kerak bo'ladi va achchiq tosh kerak bo'ladi. Achchiq tosh teri teshichalarini yopadi, glina ham teri teshichalarini yopib, terimizdagi qon aylanishini yaxshilab, teshichalarni toraytiradi. Demak, maskani boshladik. Demak, achchiq tosh uyingizda bo'lsa, uyingizda, bo'lmasa aptekadan olib, buni ochamiz. Yarim choy qoshiq achchiq toshni suvga eritib olishdan boshlaymiz maskani tayyorlashni. Bunga suv solamiz. 2 choy qoshiqcha solamiz hozircha va achchiq toshni yaxshilab eritamiz. Erigan achchiq toshga albatta maska qilishdan oldin yuzimizni tozalab olamiz. Agar siz kechki paytda maska qilayotgan bo'lsangiz, yuzingizni gellarda yuvib olishingiz mumkin. Hozir men kunduz kuni maska qilyapman, gel emas, yuzimni malochkada tozalab olaman. Makiyajlarni undan keyin maskani surtamiz. Malochkada yaxshilab tozalab olamiz. Endi qaysi kistishkada qilamiz, maska surtamiz, mana qilamiz. Yuvib tozalangan yuzimizga tayyorlagan maskamizni surtamiz. Maskalar surtayotganda har doim pastdan tepaga qarab surtamiz. Bu maska qanday yuz terlariga mumkin? Bu maska teri teshichalari kengayib ketgan, yog'li, akneli, ya'ni husnbuzardan qolgan teri teshichalariga mumkin. Har 4 kunda bir marta surtish mumkin. Ko'z atrofiga mumkin emas, ko'z atrofini quritib yuboradi. Qurituvchi o'zi maska bu. Foydalanish mumkin. 15 daqiqadan keyin yuzingizni yuvib, yuz teringizga mos bo'lgan kremlarni ishlatasiz.